Ma'lumki, Prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayevning tashabbuskorligi bilan o'tgan yili elimizda Toza Qozog'iston aksiyasi qo'lga olindi. Shuningdan beri ekologiyani yaxshilashga qaratilgan bu muhim boshlanma doirasida nurg'un ishlar qo'lga olindi. Chunki avotlashtirish, axlat chiqarish, atrofni taskinlashtirmaslik masalalariga beparvo qaragan jamiyatda hech qachon tozalik bo'lmaydi. Şunlaşqı biz bu işlarni turaqlıq ənənəyə aylandırışımız gerek. Şunda qılğandılı biz ekologiyası taza memlekette hayat keçirishga qo'l yetkazaymiz. Ekologiyası taza elde hayat keçirish deməklik bu sağlam hayat tərzining parlaq keləcəkinin kapalıdır. Qanday bo'lsa hammamiz bir kishida kuch selib bu aksiyani yanımı davamlaşdıraylik. Butkul memleketimizning ko'rki har birimizning ong saviyasiga, turmush tirikchiligiga munosabatli ekanligini yadimizdan chiqarmaylik.